ko'rinyaptimi? Yo, sal tiniqlashdi hozir. Yaxshi hozir. Yaxshimi? Xo'p, Ha, OP. OP bo'yicha sizda hozir qanday? Xo'p, OP o'zi nima? Savol. obyekt yo'naltirilgan dastur. Aha. Xo'p, OP ni o'zi nimaligini aytib bering. OP nimadan tashkil topgan? OP klass va shablonlardan. Obyektlardan. Obyekt va klassdan. OP klass va obyektlardan tashkil topgan. OP klass va obyektlardan tashkil topgan. Xo'p. Endi OP da 4 ta tamoyil bor edi, to'g'rimi? Tamoyillari. Tamoyillari nimalar bor edi? Encapsulation shular aytayapsizmi? Aha. Encapsulation, polymorphism, inheritance bilan abstract. Abstraction va to'rtinchisi nima edi? Inheritance. Encapsulation. Aha, 4 ta yozdim. Xo'p, bittama-bitta ta'rifini bersangiz menga, encapsulation nima? Yana otadan oladida. Yo, encapsulation. Voris olish. Yo, inheritance voris olish. Inheritance. Voris olish. Va 3 xil turi bor, bu voris olishni ham. Inheritance ni. Single inheritance. Otadan olib keladi, yo bo'lmasa ikkita ota bo'lmagan odamdan oladi. Mana, single bor, multi level bor, multiply bor. Bitta otadan bitta bola, ota, bobo, balovatlar shunaqa. Bu bo'lsa nima? Faqat ko'pgina ota. Endi xo'p, yana qaysilar? Encapsulation-chi? Encapsulation. Qarang, mana OP dan inheritance da polni tugatdi. Keyin Telegram botga o'tib ketdim. Telegram botlar ana aytganingiz-ku, vazifa berganingiz-ku. Ha. Botni tugatdim. Botni polni yaratib qo'yganman, lekin encapsulation, polyformism, abstract hol nima qilganman, ulgurganman uni ko'rishga. Inheritance tugatdi. Bo'ldi, qarang. Encapsulation nima? Encapsulation bu qobiqqa o'rash. Qobiqqa o'rash yoki tashqaridan yashirish. Eshitilyapti ovozim? Ha, eshitilyapti. Ya'ni bu nima degani? Misol uchun bunda nimalar bor? Private atributlar bor. Private bor. Getter va setter bor. Private, getter, setterlar bor. Bular nima edi? Bilasizmi? Ishlatib ko'rganman, avval o'zi isman chiqqan, lekin getter setterlar. Private atributni-chi? Yo, uni ham ishlatganman, isman chiqqan. Ikkita pastki chiziqcha oldiga qo'yiladi. Ha, shunday. Yashiradi tashqaridan. Shu narsani encapsulation deydi. Polymorphism bor. Polymorphism bu bir xil nomli metodlar turli klasslarda turlicha. Shu narsa. Tushundingizmi? Xo'p, va abstraction bor. Abstraction qanday bo'lishini aytgan, qanaqa bo'lishini aytmagan. Yoki bo'lmasam funksionalligini yashirib, ma'lum bir funksiya orqali ishlashni ta'minlab beradigan. Misol, siz telefoningizni ishlatishni
bilish uchun uni ichki turli funksionalliklarni bilishi shart emas. Haligi qaysidir tranzistorlar yoki qaysidir tokni olib uni sensor orqali tez nimadir qilishini bilish shart emas. Shunchaki sensor orqali mana telefoningizni ochasiz, ishlatasiz, boshqa qilasiz, shuni bilsangiz bo'ldi. Ya'ni ichki funksionallikni yashirib, oson narsa orqali o'zgartirib, user interface qilib berish. Shu abstraction. Tushundingizmi? Xo'p, yaxshi. Undan tashqari OP da nimalar bor yana? Atributlar bor va metodlar bor. Nima edi bular? Metodlar o'sha qilish yo'llarida OP da ichidagi kichkina metodchalar. Yo'q. Metodlar bular bizdagi oddiy funksiyalar. Def bilan ochiladiganlar. Ha. Oddiy def bilan ochiladigan funksiyalar. Oddiy funksiyalar. Atributlarchi? Oddiy klass ichidagi o'zgaruvchilar. Oddiy klass ichidagi o'zgaruvchilar, atributlar. Tushundingizmi? Avvalgi o'zgaruvchilar, ya'ni variablelar bilan bir xilmi bu ham? Ha, faqat u klassning ichida. Endi undan tashqari self borda, self. Self nima edi? Self shu ichiga nima bermasa, qiymat bermasa, pastga keyin print ichiga ham beraversa bo'ladi-da. Yo'q, self bu obyekt. Tepada bermasa, ya'ni self deb yozib ketsa name'ga, keyin pastiga name Roma deb yozib ketsa ham Romani name qilib hisoblaydi-da. Yo'q, unaqa emas. Self bu aynan o'sha obyekt degani, o'sha obyekt. Aynan ishlatayotgan obyektim aynan o'sha obyektim self deydi. Klasschi, klass nima? Klass. Klass shablonda. Da, klass bu shablon. Endi ana obyekt qanaqa bo'lishini ko'rsatib beradi. Dandr metodlar bor edi. Bular nima edi? Videolarni OP'ni al to'liq qilib boshlaganim yo'qda, inheritance ko'rdim oxir tomonda. Dandr metod, magic metodlar bor, bularni ham hozir ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda klassni o'zini o'rganamiz. Xo'p, nima bo'ladi? Klass kalit so'zi bilan yaratiladi, ya'ni klass. Va unga nom beriladi. Misol uchun person. Pass deb qo'yaman. Bo'ldi. Mana shu meni bitta klassim yaratildi. Tushundingizmi? Klass katta harflar bilan boshlanadi. Klass katta harflar bilan boshlanadi. Xo'pmi? Agar person student ikkita gap bo'ladigan bo'lsa, undan keyingi gapni ham boshqa harf kattada bo'ladi. Tushundingiz-a? Pastki chiziqcha bilan ayirib qo'ysam bo'ladi, kutaverim. Pastki chiziqcha yo'q. Pastki chiziqcha ishlatilmaydi klassda. Faqat katta harf. Tushundingiz-a? Klass nomi shunaqa bo'ladi. Endi klassning atributlari dedik-a. Keling bitta obyekt yarataman. Misol uchun A degan obyekt. Bu person klassidan mana bo'ldi. Bitta A degan obyekt yaratdim. A nomli obyekt yaratdim. Mana. A nomli obyekt yaratdim, ha? Va endi buni print qilib ko'raman. Print A. Run qilaman.
Va mana main person object add deb turib bitta id beryapti menga. Ya'ni aynan shu obyektimni idsi. Tushundingiz-a? Endi keling, men aynan shu obyektimga ism degan atribut beraman. a.ism teng Ziyodullo. Mani kodimda ism degan o'zgaruvchi bormi? Yo'q-a? Error beramiz shunda? Yo'q. Bu yoqda ism degan o'zgaruvchim yo'q, lekin menda nima bor? Obyektimning ism degan o'zgaruvchisi bor mana. Shu narsa atribut. Atributi qo'shdim. Endi yana print qilaman. Hech narsa o'zgargani yo'q, lekin a ni ichidagi ismni desam nima chiqar keyin? Ana men o'sha kiritgan o'zgaruvchim chiqdi. Ya'ni shu narsani atribut deydi. Mana aynan a.ism deb ketishni. O'zgaruvchilari shunaqa bo'ladi. Va bu nimani o'zgaruvchisi? Obyektnimi yoki klassni? Obyektni. Nima uchun? Obyektga o'zgaruvchi berilibdi ism deb. Yo'q, obyekt orqali yaratilayotgani uchun klassning ichida yaratilmayapti-ku. Tushundingizmi? Aha. Yo hozir klassning ichida yaratyapmanmi ism o'zgaruvchini? Yo'q-da, bu variable'da o'zgaruvchini o'ziga yaratyapsiz-ku. Ha, lekin men qayerda yaratyapman? Obyektim orqali yaratyapman.